Mana shogirt o'ziga shuncha mehnat qilib shu polni qo'ydi. Mana jumadan oldin boshlanadi. Shu qo'yib bo'laydi-da. Hozir bu ponasidan yetmay qoladi, o'zi yugurib o'tyapti mana shu ustidan. Yugurib o'tgan narsalarni olyapti. Nimaga bosyapsan? Shuncha mehnat qilding, shuncha ish qilding o'zing. Bosib nima qilasan o'zing qilgan mehnatni desam, men kafe yeyman-ku, menga bo'laveradi deyapti. Bo'laveradimi? Qatl bo'lgansiz-da. Qalay uyushtirgansiz-da. Bo'lib yarashaveradi, kafechilar yarashadi, klientlar shalpillab bo'ladi, klientlarga. Bugun bari bitgandan keyin kirish kerak. Mana menga qo'yishasiz, xudo xolasa, ertaga chiroyli qilib. Mana fortishkalarda 2 kun burimiz o'tgan mana shu ikkala fortishkalar. Alloh barakasini bersin. Bog'larda chiroyli bo'lib bityapti.